Sizlar bilan Boburbek Dilesay kanali. Bugun manaqada zadanga keluvdi o'tgan safar. Xuddi shunday, faqat kamanda tanlab o'ynasdik. O'shanda g'olib bo'lib sariq anavni mana olganmiz bitta. Bugun o'shani ochamiz. Lekin sizlar shuni olganimda ishonishlaring uchun men yutganlarimni rasmlarini olib qo'yganman. Shuning uchun avval videodan oldin rasmlarni qo'yaman. Qani unda go. Rasmlarni ko'rdingiz deb umid qilaman. Va endi buni bosamiz, chunki o'zi hali bosmoqchi emas edim. Lekin mana bu o'zimizni komandamiz bilan o'ynaykanmiz. Shuning uchun men hamma o'yinchilarni sotib olganman. Mana faqat Vardabon, keyin bitta mabbo bo'ldi. Va hali Karvaxalni videosi, full qilingan videosi bundan oldin chiqishi mumkin. Chunki ikkita qismini olib qo'yganman. Mana ikkita qismini olib qo'yganman, hali lekin tugamadi bu. Kuchaytirgich chunki yetmay qoldi. Va dokuni ham o'shanga qo'shib full qilganman. Va unda boshladik. Kim chiqaykan? Darajasi yaxshiroq Fransiya. Bu Dembele bo'lsa. Pas. Dembele pasi balandiydi. This ambitious team are showing off their new signing. Yaxshi, yangi himoyachi. Yo'q edi. Yaxshi, yomon emas. Komandamiz ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi Karvaxalni ham yarim anavisi Kante bilan chiqadi. Yarmi bag'i toful bo'lguncha keyin Kanteni alohida full qilamiz. To'g'ri full bo'lguncha ikkalasi birga full bo'ladi, keyin Kanteni boshqa videoda yana qolganini full qilamiz. Kanteni darajasi uncha yomon emas. Muhimi sariq o'yinchi. Wow. Keyin men mana buni o'ynab qo'yaman. Iloji boricha o'tgan safarda yutishga harakat qilaman. Lekin bu safargi muammo shu bizning komandamiz. Hali uncha yaxshi emas. Uning ustida himoya ham juda yomon. Bitta Karvaxal managa qo'ysam bir o'zi hech nima qilib bermaydi. Bu ham kisal Kanteni yo mana shu yerga qo'yib o'ynatsam Karvaxal bag'iga yaxshi o'ynashi mumkin. Xullas shunaqa. Iloji boricha harakat qilaman. Hech bo'lmasam 7 ta yo 5 ta yutishga. Va bu anavni ham olib qo'yaman. Bunga o'zi kam qoldi. Bir kuni 22 soat qolgan. To'g'ri, bu video sal bir kunlardan, 2 kunlardan ko'p, 1-2 kunlardan keyin chiqadi. Ungacha men buni yutib va yana bitta shu mana shunaqa komanda ochib o'shani videosini qo'yaman.
Buni yutsam hozir 110 ta 15 ta bo'ladi. Tamam, video shulardan iborat edi. Sizlar bilan Boburbek DLC kanali bo'ldi.